Qaranglar, 3.2 sotuvli uchastkamizda 78 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Tayyor remontlari ham yangi holatda. Mana mana shu uchastkamizda bo'ladi. 3 ta xona, oshxonasi bor, sanuzeli bor. Qaranglar, mana yo'lak bilan kirilar ekan. Yo'lakni hisoblamadilar, qo'shmadilar. Yo'lakni qo'shmang, sababi bu yo'lak dedim. Mana masjiddan bu yoq tarafini o'zi shunaqa. O'zi yaqinda mana shu Nurhayotdan 2 ta uchastka sotuvdik. Bittasi shov-shuv bo'lib ketuvdi, esingizda bo'lsa. Bunisini ham xudo xohlasa sotib yuboramiz. Sababi bunaqa narx boshqa hech qayerda yo'q. Oshxonalari hali qilinmagan. O'zingizlar kelib, didinglarga mos zo'r mebellarni yasatib olasizlar. Kattagina oshxonasi ko'rayotgan bo'lsanglar, remontlari 100% bitirilgan. Yaqinda remontdan chiqqan. To'g'rida mana sanuzeli bor, spaniyada uy egalari borligi uchun kirmadik. Bu yerda mana bitta detskisi bor. Suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Kanalizatsiya o'ra qilingan. Odam yashashi uchun infratuzilmalari ham zo'r. Maktab, bog'cha ikkitalab yaqin joyda joylashgan. Nurhayot to'yxonasidan shunday o'tganda joylashgan. Katta ko'chaga 700 metr transport qatnovi ham mavjud. 78 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Bu videoni arzonga shunday ko'chib kirib olsa bo'ladigan uy qidirayotgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Rasmlari, lokatsiyalari Telegramimda bo'ladi.